Avstraliya strategik siyosat instituti bir qancha kun ilgari eng yangi tadqiqot dokladini e'lon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining o'tgan yili dekabr oyida Sharq Turkistondagi barliq tarbiyalash markaziga, ya'ni lagerlar usulangan tarbiyalanuvchilarning darslarini tamomlaganlik to'g'risidagi so'ziga qattiq raddiya bergan. Hamda Xitoy Kommunist hokimiyatining Sharq Turkistonda yangidan 380 dan ortiq jazo lager qurganligi, 16 mingdan ortiq masjidni chiqib buzg'unchilik qilganligini oshkorlagan. Tadqiqot doklatiga qaraganda Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining siyosatiga asosan taxminan 16 mingdan ortiq masjid ichida 8500 masjid butunlay chiqib tashlangan. Qolganlarini o'xshamagan darajada buzib o'zgartgan. Bu son sun'iy amro suratlarini analiz qilish va yuzlagan diniy muqaddas o'rinlarning statistikalik modellariga asosan mo'ljallangan. Xitoy xalqaro va sayohatchilarning ko'zlarini bo'yash uchun Urumchi va Qashqar shahar markazidagi bir qancha masjidlarni saqlab qolgan. Mazkur doklad yana Sharq Turkistonda qolib qolgan masjidlarning sonining 15 mingga yetmaydiganligi, 1960-yillardagi madaniyat inqilobidan buyongi eng tuvanchak tushib qolganligi, nurg'un masjidlarning qubba va munorlarining ep tashlanganligi, mozor, qabristonlik, tavofgohlarni o'z ichiga olgan muqaddas joylarning 3dan birining tuzilib etilganligini bildirgan. Buningga selishtirganda tadqiqot o'rin tarafidan tekshirilgan Sharq Turkistondagi xristian cherkovlari va buddist butxonalarining hech qaysisi chiqib etilmagan yoki buzilmagan. Xanan o'lkasidagi mingdan ortiq masjidmi Xitoy hukumatining buyrug'i bilan majburiy tuzatilib, Xitoy alohidaligiga ega uslubga o'zgartirilgan. Yerlik imomning aytishicha, Xitoy hukumat amaldorlari musulmonlarni davlat siyosatiga norozilik bildirsa yoki qarshilik qilsa, shu an qo'lga oladiganligi to'g'risida tahdid solganligini bildirgan. 2019 yili Angliya muhofizachilar gazetida e'lon qilgan tekshirish sonliq ma'lumotlarda Xitoy Kompartiyasi yaqinqi 3 yilda 10 mingdan 16 minggacha masjidni vayron qilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi masjid umum sonining 70% ni egallaydiganligini oshkorlagan.